Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Visual Studio haqida ma'lumotlar berib o'taman. Visual Studio 1987-yilda chiqarilgan. Hozirda dunyoning eng mashhur dasturlash platformalaridan biri. Mana bu yerda ikkita qoidalarda Visual Studio to'liq ma'lumotlari bor. Keyin Visual Studio tarixlarini ko'ramiz. Birinchi Visual Studio 1997-yilda yaratilgan. Keyin Visual Studio ana shu yangilanishlar 1998-yilda yangilangan, 2002-yilda yangilangan, 2010-yilga yangilangan, 2019 va 2021-yillarda yangilangan. İmkoniyatlarini ko'rsak, desktop dasturlar Windows uchun professional desktop dasturlar yaratish mumkin. Web development ASP.NET, Blazor, React va boshqa texnologiyalar bilan ishlaydi. Qolgan mobil apps, Android va iOS ilovalar yaratish imkoniyatlari mavjud. Mana bu yerda yana shunaqa ma'lumotlar bor, imkoniyatlar ma'lumotlari. Visual Studioni tillar borda, kod yaratish uchun o'zini tillar biladi. Visual Studioni o'zini tillari bor. Bu Visual Studio bu qanaqa til desalar, kod yaratuvchi tillari. Mana bu yerda bor. Birinchi C++, Python, JavaScript, TypeScript, mana bu HTML, CSS va mana bu tillar bor. Bu HTML, CSS lekin tillar emas, men shunday qilib qo'shib qo'yganman. HTML, CSS dasturlash tillari emas. Va yana Visual Studioni ko'p kishi yuklay olmaydi, saytini topolmaydi yo Google'dan yuklay olmaydi. Men saytimga uchun yuklashni qo'shib qo'ydim. Davlatni bossalaringiz mana bu yerga chiqadi. Keyin skachatni bosasizlar. Mana Visual Studio kod yuklanibdi. Bu yuklangandan keyin tayyor mana bu yerda chiqadi. Visual Studio mana menga yuklangan, o'shaning uchun ko'rsatib o'tmamdi. Mana bu yerga tayyor chiqadi. Bu yuklash oson, faqat u yuklash saytini qidirish ko'p kishi qidira olmayapti. O'shanga men saytimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, o'tib ko'raverasizlar. Bu Visual Studio haqida to'liq ma'lumotlar olasizlar. Telegram kanalni qayerdan topamiz deganlar uchun men shu videoni kommentga tashlab qo'yaman Telegramga. Xo'p do'stlar, bugun darslarimiz shulardan iborat edi. Men yana 5 ta qism qo'yib boraman. Visual Studioni tillari, JavaScript, CSS, HTMLda kod yozishlarni o'rgatib boraman va Visual Studioni to'liq nastroyka qilishlarini ham o'rgataman. Mayli do'stlar, hammaga xayr.